Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntiraman. Nega ayrim odamlarning pensiya tushadigan hisobvaraqlaridan pul birdaniga yo'q bo'lib qolayotgandek ko'rinmoqda? Nega karta balansi nol bo'lib qoladi? Qaysi holatda bu bank xatosi, qaysi holatda firibgarlik, qaysi holatda esa qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'p hollarda pensionerning telefoni plastik kartasi yoki bank ilovasidan oiladagi boshqa odamlar ham foydalanadi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men bugun har bir sababni oddiy tilda, real hayotdagi vaziyatlar bilan tushuntirib beraman. Avvallari ko'p pensionerlar pensiyani naqd pul shaklida olardi. Pochtachi uyga olib kelardi yoki odamlar belgilangan joyga borib pulini olardi. Bunday tizimda ham muammolar bor edi. Kechikish, navbat, hujjatdagi xatolik, kimningdir o'rniga boshqa odam olishga urinish kabi holatlar uchrardi. Lekin pensioner pulni qo'lga olgach u aniq ko'rinardi. Mana pul, mana hamyon, mana xarajat. Hozir esa pensiyalar ko'pincha bank kartasiga tushadi. Bu qulay, pul tez keladi, kommunal to'lovlarni to'lash mumkin. Dorixona yoki do'konda karta orqali hisob-kitob qilinadi. Bankomatdan yechib olish mumkin. Ammo shu bilan birga yangi xavflar ham paydo bo'ldi. Telefon raqamiga ulangan SMS kod, mobil ilova internet to'lovlar karta raqami, amal qilish muddati, CVV kodi, bankomatdagi texnik xatolik, sud ijrochisi qarori, kredit yoki qarzdorlik bo'yicha avtomatik yechimlar. Firibgarlarning qo'ng'iroqlari, bularning hammasi pensioner hisob varag'iga ta'sir qilishi mumkin. Men eng avvalo bir narsani aniq aytaman. Agar hisobingizdagi pul nollashgan bo'lsa, darhol vahimaga tushmang. Lekin bir daqiqa ham beparvo bo'lmang. Pul yo'qolganining sababi aniqlanmaguncha karta bilan yangi amallar qilmang. Hech kimga kod aytmang. Telefonga kelgan havolalarni bosmang. Chunki ayrim holatlarda pul haqiqatan ham firibgarlar tomonidan yechib olinadi. Ayrim holatlarda esa pul bloklangan bo'ladi, lekin yo'qolmagan bo'ladi. Bu ikki holat o'rtasidagi farqni bilish juda muhim. Asosiy qism 1. Kim xavotir olishi kerak? Kim esa vaziyatni tekshirishi kerak? Birinchi xavfli holat. Pul karta orqali noma'lum to'lovlarga ketgan bo'lsa. Masalan, pensionerning kartasiga 1 million 200 ming so'm pensiya tushdi. Ertasiga balansni tekshirsa, 100 so'm yoki 15 ming so'm qolgan. SMSlarda esa bir nechta to'lov ko'rinadi. 300 ming so'm, 200 ming so'm, 100 ming so'm, keyin yana 400 ming so'm. Pensioner bu to'lovlarni qilmagan. Mana shu holatda birinchi gumon firibgarlik yoki karta ma'lumotlarining begona odam qo'liga tushgani bo'ladi. Firibgarlar odatda o'zining bank xodimi, pensiya jamg'armasi xodimi, ijtimoiy yordam bo'limi, vakil yoki hatto huquq tartibot idorasi xodimi sifatida tanishtiradi. Kartangiz bloklanadi. Pulingiz yo'q bo'lib ketmasligi uchun kodni ayting. Sizga qo'shimcha yordam puli chiqdi. Pensiyani qayta hisoblash uchun SMS kod kerak. Kompensatsiya olasiz deyishadi. Men shuni qat'iy aytaman, bank ham, pensiya organi ham, soliq ham, hech bir rasmiy idora sizdan telefon orqali SMS kod, karta CVV kodi yoki bank ilovasi parolini so'ramaydi. Kim shuni so'rasa, u katta ehtimol bilan firibgar. Ikkinchi holat, pensionerning farzandi yoki yaqin qarindoshi kartadan foydalangan bo'lishi mumkin. Bu nozik masala, lekin hayotda juda ko'p uchraydi. Masalan, ona pensiyasini o'g'liga ishonib topshirgan. O'g'li esa kartani telefonidagi ilovaga ulab qo'ygan. Keyin avtomatik to'lovlar, kredit yopilishi, internet do'kon xaridlari yoki pul o'tkazmalar ketgan. Pensioner bankka borib, pulim yo'qoldi deydi. Lekin bank ko'chirmasida to'lovlar oila a'zosining telefondan tasdiqlangan ko'rinadi. Bunday vaziyatda aybni aniqlash uchun hissiyot bilan emas, hujjat bilan ishlash kerak. Kimning telefoni qaysi vaqtda, qaysi qurilmadan, qaysi ilova orqali operatsiya qilinganini ko'rish kerak. Uchinchi holat. Sud ijrochisi yoki boshqa vakolatli organ qarori bilan pul ushlab qo'lingan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner avval kredit olgan, qarz to'lanmay qolgan, aliment, kommunal qarzdorlik, soliq jarimasi yoki boshqa majburiyat bo'yicha ijro hujjati chiqqan bo'lishi mumkin. Ba'zan odam bu haqda unutadi yoki unga xabar yetib bormagan bo'ladi. Karta balansi nolga tushgandek ko'rinadi. Aslida esa bank hisob varag'iga taqiq yoki undirish qo'yilgan bo'ladi. Bu yerda muhim jihat bor. Qonunchilikda ayrim daromad turlari bo'yicha to'liq olib qo'yish mumkin emas. Ayrim holatlarda ma'lum foizdan ortiq ushlab qolish mumkin emas. Shuning uchun pensioner
hammasini olib qo'yishdi desa, men birinchi navbatda bank ko'chirmasi va ijro hujjatini ko'rishni maslahat beraman. 4-holat. Bankning texnik muammosi yoki vaqtinchalik blokirovka. Masalan, pensiya tushgan, lekin karta eskirgan, amal qilish muddati tugagan, PIN kod bir necha marta noto'g'ri terilgan, karta shubhali operatsiya sabab vaqtincha bloklangan. Bunday paytda ilovada balans noto'g'ri ko'rinishi yoki bankomat pul bermasligi mumkin. Bu pul yo'qoldi degani emas. Bank filialiga pasport bilan borib, hisob varaq bo'yicha ko'chirma olinganda pul joyida turgani aniqlanishi mumkin. 5-holat. Karta ma'lumotlari internetda ishlatilgan bo'lishi mumkin. Ayrim pensionerlar o'zlari bilmagan holda kartani telefoniga ulab, keyin nabirasi o'yin ichida xarid qilgan. Reklamadagi bepul sovg'a havolasiga karta ma'lumotlari kiritilgan yoki 100 ming so'm yutib oldingiz degan saytga karta raqami yozilgan bo'ladi. Masalan, 900 ming so'm pensiya tushgan, kechasi soat nini yig'im. O'richida 49 ming so'mdan 10 marta to'lov ketgan. Bu ko'pincha onlayn obuna, o'yin, bookmaker, soxta servis yoki chet el saytlaridagi avtomatik yechim bo'lishi mumkin. Pensioner, men hech narsa qilmadim deydi. Lekin karta bir marta noto'g'ri joyga kiritilgan bo'lsa, keyingi yechimlar avtomatik ketishi mumkin. Men amaliyotda ko'rgan eng ko'p uchraydigan sxemalardan biri shunday. Pensionerga qo'ng'iroq qilishadi va sizning pensiyangiz bo'yicha ortiqcha to'lov bor, qayta rasmiylashtirish kerak deyishadi. Keyin Telegram yoki SMS orqali havola yuborishadi. Havolada rasmiy saytga o'xshagan sahifa ochiladi. U yerda karta raqami, amal qilish muddati, telefon raqami so'raladi. Keyin SMS kod keladi. Pensiona kodini yozishi bilan firibgar uning bank ilovasiga kiradi yoki to'lovni tasdiqlaydi. Natija: pul bir necha soniyada boshqa hisobga ketadi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya, nafaqa, kompensatsiya, yordam puli, aksiya, mukofot degan gaplar bilan kelgan havolalarga kirmang. Yana bir misol. Otaxonning kartasiga 1 million 500 ming so'm tushadi. U bankomatdan 500 ming so'm yechmoqchi bo'ladi. Bankomat xatolik beradi, pul chiqmaydi. Lekin SMSda 500 ming yechildi deb keladi. Bu holat ham odamni qo'rqitadi. Lekin bunday vaziyatda ko'pincha inkassatsiya va bankomat tekshiruvdan keyin pul qaytariladi. Buning uchun bank ariza berish kerak. Operatsiya vaqtini, bankomat manzilini, summani aniq ko'rsatish kerak. Bu firibgarlik emas. Texnik nizo bo'lishi mumkin. Kim albatta xavotir olish kerak? Agar siz hech kimga ruxsat bermagan bo'lsangiz, lekin pul o'tkazmali ketgan bo'lsa, agar sizga qo'ng'iroq qilib kod so'rashgan bo'lsa, agar telefoningizga begona ilova o'rnatilgan bo'lsa, agar kartangiz yo'qolgan yoki suratga olingan bo'lsa, agar bankingizga kirishda noma'lum qurilma haqida SMS kelgan bo'lsa, darhol karta bloklanishi kerak. Kim biroz tinchroq tekshirishi mumkin? Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankomat xato bergan bo'lsa, balans ilovada ko'rinmayotgan bo'lsa, ijro qarori bo'lishi mumkin bo'lsa, avval rasmiy ko'chirma hujjatlarini oling. Eng katta tuzoq shuki, odamlar pul kartada bo'lsa, uni faqat karta bilan yechish mumkin deb o'ylaydi. Aslida kartaga bog'langan hisob varaq bor. Pul operatsiya turiga qarab karta orqali, bank ilovasi orqali, internet to'lov orqali, sud ijro hujjati orqali yoki bank ichki hisob kitobi orqali harakatlanishi mumkin. Shuning uchun karta qo'limda edi, demak pulni hech kim ola olmaydi degan fikr noto'g'ri. Karta qo'lingizda bo'lsa ham, SMS kod yoki ilova paroli begona odamda bo'lsa, pul ketishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, karta bloklash har doim ham yetarli emas. Agar firibgar bank ilovasiga kirib olgan bo'lsa, faqat plastik kartani bloklash bilan muammo tugamasligi mumkin. Hisobga bog'langan boshqa kartalar, virtual karta, avval saqlangan to'lov shablonlari, avtomatik to'lovlar ham tekshirilishi kerak. Men bunday vaziyatda bankdan nafaqat kartani, balki masofaviy bank xizmatlarini vaqtincha to'xtatishni, barcha faol qurilmalarni chiqarib tashlashni, parol va telefon raqami bog'lanishini tekshirishni so'rashni maslahat beraman. 3-nozik jihat, telefon raqami pensioner nomida bo'lmasligi. Juda ko'p oilalarda bank kartasi onaning nomida, telefon raqami esa o'g'ilning yoki nabiraning nomida bo'ladi, yoki aksincha. Keyin SIM karta yo'qoladi. Boshqa odamga qayta sotiladi. Bank SMSlari eski raqamga ketadi. Natijada hisob xavf ostida qoladi. Pensiya kartasiga ulangan telefon raqami albatta nazorat qilinadigan. Ishlayotgan va begona odam qo'liga o'tmagan raqam bo'lishi kerak. Agar raqam uzoq vaqt ishlatilmasa, operator uni bekor qilib, keyin boshqa mijozga berishi mumkin. Bu juda xavfli.
To'rtinchi nozik jihat ishonchnoma. Ba'zan pensioner yura olmaydi. Kasal bo'ladi, farzandiga ishonchnoma beradi. Ishonchnoma bilan pul olish qonuniy bo'lishi mumkin, lekin bu hujjatning muddati, vakolat doirasi va kimga berilgani juda muhim. Agar ishonchnoma berilgan odam pulni maqsadsiz ishlatsa, bu oilaviy nizo bo'lib qolmasdan huquqiy masalaga ham aylanishi mumkin. Men bunday holatda pensionerning o'zi yoki uning manfaatini himoya qilayotgan yaqinlari notariusdagi ishonchnoma matnini ko'rib chiqishi kerakligini aytaman. Hamma ishlarni bajarish degan juda keng vakolat ba'zan katta xavf tug'diradi. 5-nozik jihat qarz va kredit masalasi. Ayrim banklarda mijozning shu bankdagi boshqa majburiyati bo'lsa, hisobga pul tushganda qarzdorlik avtomatik yechilishi mumkin. Buning qonuniy yoki noqonuniyligi shartnoma, qarz turi, rozilik va amaldagi tartiblarga bog'liq. Pensioner ba'zan kredit kafili bo'lganini unutadi. Nabirasi telefon olgan, buyisi kafil bo'lgan. To'lov kechiksa, bank pensioner hisobiga tushgan puldan yechishga urinishi mumkin. Shuning uchun pensiya nollashsa kimdir o'g'irladi degan xulosadan oldin barcha kredit, kafil, qarzdorlik, sud qarori va avtomatik yechimlarni tekshirish kerak. 6-nozik jihat. Pensiya qayta hisoblanishi yoki ortiqcha to'lov. Ba'zi hollarda pensiya organlari avval noto'g'ri to'langan summani haqlashi mumkin. Masalan, hujjatda o'zgarish bo'lgan, ish staji qayta ko'rilgan, boshqa nafaqa turi bilan kesishgan yoki odam vaqtida ma'lumot bermagan. Shunda ortiqcha to'langan summa bo'yicha ushlab qolish masalasi paydo bo'ladi. Lekin bu ham og'zaki gap bilan bo'lmaydi. Asos bo'lishi, hisob-kitob bo'lishi, rasmiy hujjat bo'lishi kerak. Pensioner nega kam tushdi desa, unga aniq yozma tushuntirish berilishi kerak. 7-nozik jihat SMS kelmagani, pul ketmagani anglatmaydi. Ayrim odamlar menga SMS kelmadi. Demak, hech qanday operatsiya bo'lmagan deydi. Lekin SMS xizmati o'chirilgan bo'lishi, telefon tarmoqda bo'lmasligi, raqam almashtirilgan bo'lishi, ilova bildirishnomasi SMS o'rnini bosgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng ishonchli manba bank hisob varag'i ko'chirmasi. Unda sana, vaqt, summa, operatsiya turi, qabul qiluvchi yoki terminal haqida ma'lumot bo'ladi. 8-nozik jihat bank xodimi bilan firibgarni farqlash. Bank xodimi sizga filialga kelishni aytishi mumkin, umumiy ma'lumot berishi mumkin, kartani bloklashni tavsiya qilishi mumkin. Lekin u sizdan SMS kod, PIN kod, CVV, ilova parolini so'ramaydi, agar kimdir hozir kodni aytmasangiz. Pulingiz ketadi desa, bilingki aynan kodni aytsangiz pul ketadi. Men buni pensionerlarga juda oddiy qo'yda qilib tushuntiraman. Kod bu kalit. Kalitni telefonda hech kimga bermaysiz. Hatto u o'zini direktor, prokuror, bank xavfsizlik xizmati yoki pensiya bo'limidan deb tanishtirsa ham. Agar pulingiz birdan yo'qolganini ko'rsangiz, birinchi qadam kartani darhol bloklang. Buning uchun bankning rasmiy qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling. Bank ilovasi orqali bloklang yoki eng yaqin filialga boring. Raqamni internetdagi reklama yoki sizga kelgan xabardan olmang. Kartaning orqasidagi raqam bankning rasmiy sayti yoki filialdagi ma'lumotdan foydalaning. Ikkinchi qadam. Bankdan hisob varaq bo'yicha batafsil ko'chirma oling. Faqat balans nol degan gap yetmaydi. Sizga sana vaqt, summa, operatsiya turi, qayerga ketgani ko'rsatilgan hujjat kerak. Agar bank xodimi og'zaki pul yechilgan desa, yozma ko'chirma so'rang. Men har doim odamga shuni aytaman. Hujjatsiz nizo yurmaydi. Hujjat bo'lsa, keyingi qadamda aniq tanlaysiz. 3-qadam, agar operatsiyani siz qilmagan bo'lsangiz, bankka yozma ariza bering. Arizada men ushbu operatsiyalarni amalga oshirmaganman. Kartam yoki hisobimdan ruxsatsiz pul yechilgan, xizmat tekshiruvi o'tkazishingizni, pul harakati bo'yicha ma'lumot berishingizni va imkon bo'lsa operatsiyani nizolashni so'rayman mazmunda yozing. Arizada karta raqamini to'liq yozish shart emas. Oxirgi 4 raqam yetishi mumkin. Pasport ma'lumotlari, telefon, sana, imzo bo'lsin. Arizaning qabul qilingan nusxasini o'zingizda saqlang. 4-qadam, ichki ishlar organlariga yoki kiberjinoyatlar bo'yicha murojaat qiling. Ayniqsa sizga qo'ng'iroq bo'lgan bo'lsa, havola yuborilgan bo'lsa, kod so'ralgan bo'lsa, pul noma'lum shaxslarga ketgan bo'lsa, bu firibgarlik alomatidir. Murojaat qilganda telefon raqami, yozishmalar, SMSlar, bank ko'chirmasi, qo'ng'iroq vaqti, firibgar aytgan gaplar, havola manzili, pul ketgan vaqt va summani ko'rsating. Telefoningizdagi yozishmalarni o'chirib yubormang. Ular dalil bo'lishi mumkin. 5-qadam. Agar sud ijrochisi yoki qarzdorlik sabab pul ushlangan bo'lsa,
Majburiy ijro byurosi yoki tegishli organlardan ijro hujjati nusxasini so'rang. Qaysi qaror asosida qancha summa, qaysi qarzdorlik, qaysi foizda ushlab qolinayotganini bilish huquqingiz bor. Agar pensiyadan qonunda belgilangandan ortiq ushlab qolinayotgan bo'lsa yoki ijtimoiy to'lovga noto'g'ri taqiq qo'yilgan bo'lsa, yozma shikoyat qiling. Bunday masalada telefon qilib gaplashdim yetmaydi. Albatta yozma murojaat kerak. 6-qadam, pensiya organiga boring yoki rasmiy murojaat qiling. Agar pensiya kam tushgan bo'lsa, kechiksa, qayta hisoblangan bo'lsa yoki ushlab qolish bo'lsa, sababini yozma tarzda so'rang. O'zingiz bilan pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank karta ma'lumotlari, bank ko'chirmasi, oldingi oylardagi tushumlar haqida ma'lumot olib boring. O'tgan oy 20.300.000 tushgan, bu oy 700.000 tushgan. Farq nimadan? Deb aniq so'rang. Aniq savolga aniq javob talab qilish osonroq. 7-qadam. Telefoningizni tekshirtiring. Agar telefoningizga masofadan boshqaruvchi ilova o'rnatilgan bo'lsa, firibgarlar sizning SMS-laringizni ko'rishi, ilovaningizga kirishi mumkin. Noma'lum ilovalarni o'chiring. Bank ilovasi parolini almashtiring. Telefon raqamingizni qayta tasdiqlang. Imkon bo'lsa, bank ilovasini faqat ishonchli odam yordamida rasmiy do'kondan o'rnating. Hech qachon Telegram orqali yuborilgan APK fayl yoki yangi bank ilovasi degan faylni o'rnatmang. 8-qadam, karta xavfsizligini qayta tashkil qiling. Pensiya tushadigan asosiy kartani internet xaridlari uchun ishlatmang. Agar onlayn to'lov qilish kerak bo'lsa, alohida kichik summa turadigan karta ochish mumkin. Pensiya tushishi bilan butun pulni bitta kartada qoldirish shart emas, lekin naqd yechib uyda ham xavfsiz saqlash kerak. Eng muhimi, karta rasmini hech kimga yubormang. Karta ustidagi raqamlarni telefonda aytmang. PIN kodni qog'ozga yozib, kartaning yonida saqlamang. 9-qadam, oilada aniq tartib qiling. Agar pensionerning ko'zi yaxshi ko'rmasa, telefon ishlatishga qiynalsa, farzandlari yordam berish tabiiy. Lekin yordam nazorat bilan bo'lishi kerak. Masalan, pensiya tushganda SMS pensionerning o'z raqamiga kelsin. Har oy bank ko'chirmasi tekshirilsin. Katta to'lovlar pensioner roziligisiz qilinmasin. Farzand men bilaman deb kartani to'liq o'z nazoratiga olsa, keyin tushunmovchilik chiqadi. Pul egasi pensioner qaror ham uning roziligi bilan bo'lishi kerak. 10-qadam. Har bir murojaatni yozma qiling va nusxasini saqlang. Bankka ariza berdingizmi? Kirim raqamini oling. Pensiya bo'limiga murojaat qildingizmi? Ro'yxatdan o'tganini tasdiqlating. Ichki ishlarga ariza berdingizmi? Talon yoki ro'yxat raqamini saqlang. Keyin bizga murojaat qilmagansiz degan gap bo'lmasligi uchun har bir qadam hujjatli bo'lsin. Men yana bir muhim maslahatni alohida aytaman. Pensionerlar ko'pincha uyaladi. Men aldandim. Bolalarim bilib qolmasin, bankka borishga qo'rqaman. Nima deb yozishni bilmayman deyshadi. Uyalish kerak emas. Firibgarlar aynan ishonuvchan, yoshi katta, rasmiy gapdan cho'chiydigan odamlarni nishonga oladi. Bugun siz tez harakat qilsangiz, pulni qaytarish imkoniyati oshadi. Kamida keyingi zarar to'xtatiladi. 1 kun, 2 kun kutish esa firibgarga izni yashirishga vaqt beradi. Yana bir narsa, agar sizga pulni qaytarib beramiz, lekin oldin xizmat haqi to'laysiz deyishsa, bu ham firibgarlik bo'lishi mumkin. Firibgarlar ba'zan birinchi marta pulni yechib oladi. Keyin boshqa raqamdan qo'ng'iroq qilib, biz pulingizni topdik. Qaytarish uchun komissiya to'lang deydi. Hech qachon pulni qaytarish uchun noma'lum odamga oldindan pul o'tkazmang. Faqat bank rasmiy organ va hujjatli tartib bilan ishlang. Demak, pensiya hisob varag'ini olishsa, sabab bir nechta bo'lishi mumkin. Firibgarlik, karta ma'lumotlari tarqalishi, yaqinlar tomonidan ishlatilishi, bank texnik xatosi, avtomatik to'lov, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish yoki pensiya qayta hisoblanishi. Eng to'g'ri yo'l darhol kartani bloklash, bankdan ko'chirma olish, yozma ariza berish, kerak bo'lsa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish va barcha hujjatlarni saqlash. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni faqat ko'rib qo'ymang, uydagi ota-onangizga, bu bobongizga, qo'shningizga ham tushuntiring. Kommentariyada yozing. Sizda yoki tanishlaringizda pensiya kartasidan pul yo'qolishi, bloklanishi yoki kutilmagan ushlab qolish bo'lganmi? Qanday hal qilgansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday muhim mavzularni oddiy tilda, hujjat va amaliy qadamlar bilan tushuntirib boraman.